Barchaga salom do'stlar. Bugun biz yaqinda chiqqan Grok sun'iy intellektini sinovdan o'tkazib ko'ramiz. Unga qiziqarli savollar berib ko'ramiz va qiziqarli rasmlar yuklashini so'rab ko'ramiz do'stlar. Siz tayyor bo'lsangiz biz boshladik. Videoga like va kanalimizga obuna tugmasini bosib qo'ying. Xo'p do'stlar, birinchi bo'lib kirish mavzusini mana bunaqa qilib boshlaymiz. Ya'ni salom Grok, sen menga o'zingni rasm orqali tanishtir deb ko'raman. Qani do'stlar, u qanaqa qilib javob beradi? Ya'ni rasm orqali javob berish kerak bo'ladi. Yana bir tarafi qiziq, Grok sun'iy intellekti mana shunaqa qilib ikkitalik rasm qilib ishlaydi. ChatGPT esa faqat bitta qilib rasm ishlaydi. Grok sun'iy intellekti esa bir vaqtning o'zida ikkita rasm ishlaydi. Shumi Grok sun'iy intellekt? Bu yerda Grok o'zini shunga o'xshatsa, misol uchun shunga o'xshatsa, bu yerda ikkala rasm mavjudda. Kelinglar endi buni o'zing izohlab ber deb Grok sun'iy intellektini o'zidan so'rab ko'ramiz. Yo bu ataylab ikkita rasmni bizga boshqacha qilib, xullas ikkita rasm tushirib ber deganimga ikkita rasm qilib berdimi? Rasmda bir kishi tasvirlangan, ochiq havoda park yoki yo'q. Meni savolimni u tushunmadi. Men senga o'zingni tanishtiradigan rasm so'ragan edim, lekin sen umuman boshqa rasmni ko'rsatding-ku. Nega deb so'rab ko'rdim do'stlar. Xo'p, deb boshlandi gapni. Xullas bu bitta gapni yozar ekan, keyin yana to'xtalar ekan, keyin oxirgi bitta gap bo'lib to'liq tushar ekan. ChatGPTda esa bittaga hamma gap tushirardi. Kechirasiz, xato yuz berdi. Siz o'zingizni tanishtirgan rasm. Men o'zimni emas, seni tanishtiradigan rasm so'ragan edim. Grok sifatida o'zimni qanday tasavvur qilay deb so'rayapti mendan. Xo'p do'stlar, biz undan sun'iy intellekt deb yozamiz. Sun'iy intellekt qilib o'zingni tasvirlab ber deb yozamiz. Albatta hozircha bu sun'iy intellekt, ya'ni robot emas. Faqat shu ikkita yaxshi tarafi ikkita rasmni bittaga chiqarish va ChatGPT dan tez chiqarish ekan. Mana do'stlar, yana o'sha rasmlarni chiqarib berdi. Bu safar boshqacha rasmlarni xullas bilmadim nega bu shunga o'xshagisi kelar, balki xullas o'zingni ChatGPT dan kuchli deb hisoblaysanmi? Mulozamat qilmasdan aniq va qisqa javob ber deb yozdim do'stlar va uning javobi ha bo'ldi. Oh my god! Wow! To'g'ri aytding, to'g'ri. Rasmlarni qara qanday qilib yuklab berishingni qoyil. Sen qaysi jihating ChatGPT dan kuchli deb hisoblaysan o'zingni dedim. Xullas haqiqatdan yaqinlik va foydalik dedi. Real vaqt ma'lumotlari, maxsus rejimlar, insoniylashtirilan. Men suhbatda tabiiy hazilkash va do'stona harakat qilaman. Bu esa kuchli bilan muloqotni yanada qulay qiladi. Bu meni ChatGPT dan farqli va ba'zi boshqa usul ustun qiladi deb o'ylayman. Yaxshi. Juda zo'r o'ylaykansan. Xo'p do'stlar, endi biz do'stlar, ya'ni challenge rasmlarga o'tamiz. Undan qiziqarli rasmlar yuklashini so'rab ko'ramiz do'stlar. Bizdagi birinchi rasm do'stlar, ya'ni yer yuzida umuman chang bo'lmasa, odamlar qanday hayot kechirgan bo'lardilar deb mana tasavvur qil. Yerda umuman chang bo'lmasa, insonlar qanday hayot kechirgan bo'lardilar. Rasm orqali shunga javob ber. Yana bu safar ham odamlarni portretini chiqarma dedim. Haqiqatan ham bu safar ham haqiqatan portret chiqarsa odamlarni haqiqatan ChatGPT dan kuchli bo'ladi. Haqiqatan ham. Xo'p, yuklayapti. Yana bunga limit ham yo'q menimcha. Bu safar ham portretga o'xshash, lekin bu yerda bu kitob o'qib beryapti. Demak bu yerda chang yo'q ekan. Yaxshi, Telegramdan xabar kelyapti. Bu yerda esa yana bir portret, lekin yaxshi, real qilib ishlar ekan. Shu tarafi menga yoqdi do'stlar. Shu tarafi menga yoqdi. Yana boshdan bo'lib ketdi-yu. Chiqib ketar ekan yana avtomatik. Xullas do'stlar, mana bu yerda alohida chizish degan bo'lim bor ekan. Chizish o'qilinayotgan deb yozilgan. Xullas biz mana bu yerda o'zini Isak Nyutonning qo'lidan olma tushib ketgan suratini chizsak bo'ladi ekan. Shunaqa qilib yozib qo'ygan ekan. Biz xuddi shuni chizishini so'rab ko'rdik do'stlar. Buni endi bexato qilib ishlash kerak, to'g'rimi? Ana asosdan Nyuton boshlari chiqyapti do'stlar. Do'stlar, keyin bu kuchliman dedi. Bundan keyingi videolarda do'stlar albatta izohlarda bo'lib fikringizni yozib qoldiring. Bundan keyingi videolarda albatta bular ikkalasini bahs qilib solishtirib ko'ramiz. Hop, endi rasmni bir izohlab ko'rsak, bu rasmda nima bor? Bu rasmda Isak Nyuton qo'lini bu tarafga turibdi, olmaysa qayerdandir tushyapti do'stlar. Lekin qiziqarli. Albatta Grok sun'iy intellekt ham do'stlar endi rivojlanib boraveradi do'stlar. Videoga like va kanalimizga obuna tugmasini bosib qo'ying.
Xayr, salomat bo'ling do'stlar. Kelgusi videolargacha uchrashguncha xayr. Xayrli kech Afzalxon deb yozib qo'yibdi do'stlar. Va bu videoda eng ko'p ishlatilgan so'z do'stlar edi. Xayr do'stlar. Sog' va salomat bo'ling.